Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ulug'bek Usmonov Savdo.uz kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videorolikimiz ozgina mablag' bilan ko'p daromad topish biznes yo'nalishi. Biogomiz. Bilmaganlarga hozir qisqacha ma'lumot bilan tushuntirib o'tib ketamiz. Hamid akami xonadonlariga keldik. Farg'ona viloyati Qo'qon shahri. Akami nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Qolgani batafsil yana o'zlarining biznes turini so'rab olishlari mumkin. Juda ham yaxshi biznes turi. Hamid aka, qanimasan biz Biogomiz chuvalchanglar, to'g'rimi? Yo'nalishni bir tushuntirib, nima haqida, nima turi bu, qanaqangi bir biznes turi bu, shuni ham bir qisqacha bo'lsa ham ma'lumot qoldirib bir tushuntirib o'taylik, maylimi? Bo'ldi, tushuntirib. Hamid aka, qayerdan boshlaysiz bo'la? Ichkariga kiraylikmi? Ichkariga kiraylik. Mayli. Mana hurmatli obunachilar, Hamid akami xonadoniga. Xorminglar. Alaykum assalom. Nimalarga? Xudo xolasa Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchinglari ozgina pul bilan ko'p daromad oladigan biznes turi. Biznes turi. Hozirgi kunda ommaviy rivojlanayotib kelgan eng oson biznes turlariga kiradi. Mana misol biz ham uyimizda 6 sotik joyiga salkam bir 100 kvadratcha joy tayyorlab qo'ydik. 3,5 kvadrat chuvalchang olganmiz Zuhriddin akadan. 3,5 kvadrat. 3,5 kvadrat chuvalchangdan 100 kvadrat chuvalchang tayyor qildik. Tayyor qildilar. Ko'paytirdik. O'zidan. Oy mobaynida o'zidan ko'paytirib oldik. Xo'p. Endi shuni sizlarga qisqacha va aniq qilib tushuntirsangiz. Tushuntirib o'tishdan maqsad mana bu yerda chuvalchanglarimiz, mana tepasiga o'zi Biogomiz ishlab qo'ydi. Xo'p. Mana aka ko'ring. Bismillah. Mana chuvalchanglarimiz. Xo'p. Zichligi. Hamid aka, bu chuvalchanglar nimaga ishlaydi? Qanaqangi endi bu hosilga solinadi? Shularni ham bir tushuntirib o'ting. Chuvalchangni boqishimizdan maqsad dala yerlarga tabiiy toza o'g'it. Misol pomidor bodringlarimizga, parnilarimizga tabiiy toza o'g'it, o'zimiz iste'molimiz uchun ham ximikatsiz toza nimalar deyish uchun eng toza o'g'it. Toza o'g'it. Ana ximikat o'g'itlar solish shart emas. Ximikat o'g'itlar solish shart emas. Hozir buni Biogomizga ekkandan keyin bunga hech narsa qo'shmaydi. Xo'p. Amafos, selitra, militra hech nima solmaydi. Shuni o'zi bilan pomidor bodring bitta hosilda yetib bemalol pisha oladi. Quvvati 10 ta ximikatni ustini o'rnini bosa oladi. Xo'p, Hamid aka, demak bu chuvalchanglar nima ishlab chiqariladi? Bularning go'ngi dorimi bu hosillarga nimasi? Chuvalchanglarda bu udobreniyda, to'g'rimi? Udobreniysi ozuqasi asosiy go'ng. Go'ng, xo'p. Go'ngni yeb qayta ishlab bizga tabiiy toza o'g'it ishlab chiqarib beradi bular. O'zidan. Axlatidan, demak, to'g'rimi? Tabiiy toza udobreniya bo'ladi. Udobreniya bo'ladi. Bu Biogomiz deb ataladi. Xo'p, bu nimalarga solsak bo'lsalar, masalan, teplitsalarga, to'g'ri dehqonchilik yerlarga, gullarga, jamiki daraxtlarga, bo'lgan nimalarga hammasiga ishlaveradi bu. Sabzavot va mevalarga, bari jamiki bo'lgan yerdagi nimalarga ishlaveradi. Mana hozir qanaqa qilib o'zidan ko'paytirsa bo'ladi? Masalan, mana shu bilan shug'ullanadigan biznes turini ham birga aytib o'tib ketaylik. Bu hozir biz ekinga solinadigan yo'lini aytdingiz. Buni ko'paytirishning yo'li oson. Xo'p, mana. Go'ngdagi olib kelasiz. Xo'p. Go'ngni olib kelib, yerga solasiz, 15 sm qalinlikda qilib 3 marta yaxshilab yuvasiz go'ngni. Xo'p. Go'ng qizimash kerak. Go'ngni yuvganingizda ichidan sidilari, gazlari chiqib ketgandan keyin go'ng qizish holatiga kelmaydi. Go'ng qizish holatidan bo'lmash kerak. Salqinda ushlab turish kerak. O'tgandan keyin chuvalchangni tashlaganingizdan keyin chuvalchang uni yuviradi. Qizigan joyda chuvalchang halok bo'ladi, o'ladi. Go'ng qizimash kerak birinchi navbatda. Demak, salqinda ushlab turish kerak. Salqinda ushlab turish kerak. Betini yopishimizdan maqsad quyosh tushmasligi uchun betini yopib qo'yganmiz. Salqinda chuvalchang nihoyatda tez ishlaydi, tez rivojlanadi. Tuxum qo'yishlari, nimalari, o'zgarishlari rezultati yaxshi bo'ladi. Xo'p, bularning ozuqasi nima bo'ladi? Ozuqasi chuvalchanglarning go'ngni o'zi. Go'ngni o'zi biz unga qo'shimcha ozuqa sifatida tepalariga misol tarvuz tashlab qo'yganmiz. Uyimizdan chiqadigan po'choqlar, bozorga borib chiqarib yuborilgan piyozlar, atqotlari, chiriganlarni olib kelib piyoz berdik. Ustiga tashlab qo'ysa bo'laveradi. Ustiga tashlab qo'ydik. Tashlab qo'ysangiz bo'laveradi. Piyozni ham nihoyatda yaxshi yeydi. Xo'p. Chuvalchang.
rezultat yaxshi bo'ladi. Misol, oddiy misol bitta odam bir xil ovqatga yurgandan keyin me'dasiga Middaga tegadi, ha. boshqa nima ovqat ham iste'mol qilgisi keladi. O'shaning qo'shimcha ozuqali nimasida beriladi. Bizlar ham tashab qo'ydik. Tushunarli. Xo'p, Hamid aka, buni ko'paytirish yo'llari qanaqa masalan? O'z mana qanchadan boshladim dedingiz? 3,5 kvadratdan boshladim. 3,5 kvadratdan boshlab mana Xudo xolasa mana anchagina 100 kvadrat qilib oldik. mana ko'rsatib o'taman. Mana shu somon tagida hammasida chuvalchang. To'g'rimi, Hamid aka? Xo'p, ana shu biznes turini ham aytib o'tib ketaylik. Masalan, qanaqa sotiladi? Narx qanaqa? Masalan, teplitsaga, ekin-tekinga soladiganlarga narx qanaqa bo'ladi? Shu bilan shug'ullanadiganlarga narx qanaqa bo'ladi? Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Ekin bilan shug'ullanadigan nimalarga biogamimizni 1 kilosi 2000 so'mdan. 1 kilosi 2000 so'm. Ichki bozorda o'zimizda 1,5 mingdan 2000 gacha bor. Demak, bu bozor narxi. Bozor narxi. Xo'p. Keyin buni chuvalchanglarda o'zini alohida narxi 1 kvadrati 2 milliondan 2,5 milliongacha. 2 milliondan 2,5 milliongacha 1 kvadrati. 1 kvadrati. Xo'p. Yangi yashigimizda 8 tasi 1 kvadrat bo'ladi. Mayli. Ko'rsatish ilojisi bormi? Yashigimizda 8 tasi 1 kvadrat bo'ladi. Aha. Mana shu yashik to'la bo'ladimi? To'la bo'ladi. Aha. Shu to'la yashik chuvalchang bo'ladi. Shu 2 milliondan 2,5 milliongacha O'zbekistonda xohlagan burchagiga dastlabki xizmatimiz bor. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalari kelishilgan holda qilinadi. Tushunarli. Demak, mana shuni to'lasi 1 kvadrat bo'ladimi? Shunaqa yashikdan 8 tasi 1 kvadrat bo'ladi. Shunaqa yashikdan 8 tasi 8 tasi 1 kvadrat. 1 kvadrat bo'ladi. Demak, anchagina bo'lar ekan. Anchagina bo'ladi. 10 kvadrat olgan odamga bonusimiz bor. 1 kvadrat qo'shib beramiz. 10 kvadratga 1 kvadrat shunday qo'shib beriladi. Qo'shib beramiz o'zimiz. Tushunarli. Hamid aka, bular tug'ilish jarayoni, tuxum qo'yish jarayonlari ham bir ko'rsatsa bo'larmikan? Bormi? Shunaqalari. Bular ham bor aka. O'zidan ko'payaveradimi demoqchiman-da. Bu o'zidan nihoyatda tez ko'payadi aka. Shuni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Misol mana, bitta chuvalchanglarimiz zichligi. Mana, xo'p. Mana shunday fokusda bo'ling. Ana, ha. Chuvalchanglarimiz zichligi. Mashq holatda solib beriladimi? Go'ngi bilan. Holatda go'ngi bilan solib beriladi. Mana shu yashikka. Yashikka solib beriladi. Demak, 8 tasi 1 kvadrat. 1 kvadrat bo'ladi. Haqiqat belida belvog'i borlari, Aha. homilador tuxumga tayyor. Bular bir haftada bitta tuxum qo'yishadi chuvalchanglar. Aha, bir haftada bitta tuxum qo'yadi. Bir haftada bitta tuxum qo'yishadi. Keyin bu chuvalchanglar ikki jinslik jonzot bo'lib, o'zlari bilan o'zlari qo'shilishaveradi. Qo'shilib ko'payaveradi. Ko'payib boraveradi. Bularda erkak ayoli bo'lmaydi. Aka mana tuxumlar. Mana hozir shunday yaqinroq olaman. Hurmatli obunachilar, ko'rib o'tinglar. Sariq tuxumimi? Ha, mana shu tuxumi. Bo'ldi. Demak, bitta chuvalchang mana shundami? Ha, mana shu bitta tuxumidan 7 donadan 15 donagacha chuvalchang chiqadi. Ha, 7 tadan 15 tagacha chuvalchang chiqadi. Ha, 7 tadan 15 tagacha chuvalchang chiqadi. Mana shu tuxumidan. 20 kun mobaynida chuvalchang chiqib keladi shu tuxumdan. Ha, demak, o'zidan o'zi ko'payib boraveradi. O'zidan o'zi ko'payib boraveradi. Keyin buni misol 1 kvadrat chuvalchangda 10 kvadrat joyga tashlasa bo'ladi. 1 kvadrat. 1 kvadrat chuvalchang xarid qilsa, Xo'p. xarid qilishdan oldin 10 kvadrat metr joy tayyorlab tashlasa, bu chuvalchang 90 kundan 120 kun mobaynida 10 kvadrat chuvalchang tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lib, o'zi shu yoyib solinaveradi. Sotilaveradi. Tushunarli. Ozgina pul bilan ko'p daromad oladigan eng oson va qulay, kam mehnat biznes turi. Mana aka, buni qarang, homilador mana. Aha. Belida belvog'i bor, homilador. Bo'ldi, bu ham tuxum soladi. Ha, bu ham tuxumga tayyor, o'zi tuxum qo'yapti o'zi. Demak, Hamid aka, mana shuni ko'rsataylik yaqinroq mana shu holatda. Mana. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu teplitsalarga ekin-tekin, ya'ni meva va sabzavotlarni yoniga, to'g'rimi? Pelada ochib turib, yoniga qo'shib qo'yilaveradimi? Tashlaveradi. Luboy, qovun, tarvuz ularga ham solinadimi? Solinaveradi. O'g'it solinaveradi. Tushunarli. Biogomsi. Demak, ekin-tekinlarga o'sha nima deydi? O'g'it solinadiganlarda nimaki jami solinsa, mana shu Buning ichida hamma chuvalchalar solinaveradi. Ha, u ximikatlar bor ichida. Elementlari. Elementlar bor. Bunga biogomsga ekkandan keyin hech qanaqangi ximikat qo'shmaydi. Selitrelargacha solinmaydi. Selitrelargacha, ammoposgacha, Daholasi bexijolat hamma narsani tashlamaydi. Bexijolat uyaltirib qo'ymaydi. Uyaltirib qo'ymaydi. O'zimiz bodring ham ekkanmiz bularga.
Hozir bodringni ko'rsatsa bo'ladi. Hamid akam ekkan bodring tegigan solingan ekan-a? Mana bu nimalarga biogomiz solib, paqirlarga, kraskovankalarga o'zimizdan chiqqanligi uchun eksperiment sifatida o'zimiz ishonch hosil qilishlik uchun bir narsa bitta odamga sotishdan oldin uyalib qolmaslik nisbatida o'zimiz ekkanmiz. Mana bodring. Bormi hozir mevalari? Hosilni hosillar. Mana hosil. Xo'p, mana. Mana bodringchalar. Xo'p. Mana tugi yotibdi mana bodringlar mana. Mana shular hammasi hech qanaqa ximikat solinmagan, faqat o'sha biogomiz. Faqat biogomizga, chuvalchangdan chiqqan o'g'itga solingan nimalar. Bo'lgan bodringlar hammasi. Tushunarli. Pavloniyni ekkanmiz unga, paqirga. Yana biogomizga pavloni ham ekkanmiz aka. Bo'ladi. 3 oy 4 oylik go'ng. Xo'p. Hozir bir mashinami bitdi? Ha, bir mashina. Buni ichida tomonda nima qilgan? Maydalangan tayyor nima. Joyimizga solib, xudo xolasa ertaga solib, buni bir qator 3 marta yuvsak bo'ldi. Qizish jarayonidan o'tsa, chuvalchanglar tashlaymiz bunga. Bunga chuvalchang tashlanadi. Bunga chuvalchang tashlanadi, xudo xolasa. Tushunarli. Xudo xolasa chaqiramiz aka, uni ham o'zingiz kelib, chuvalchang tashlash jarayonini ham xo'p bo'ladi. Obunachilarga ko'rsatib, tushunarli. Hamid aka, endi mana 12 ta viloyatga dastavkalar bor-a? Hamma butun O'zbekiston bo'ylab. Nechta viloyat bo'lsa, qishloq tushunarli. Xo'p, shu bilan shug'ullanadigan, biznes bilan shug'ullanadiganlarga albatta narxlaridan o'tib beriladi. Boshda aytib o'tganimizdek, bonus skidkalari qilinadi. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, qo'limizdan kelgancha tushuntirib o'tishga harakat qildik. Hamid akam xonadonlariga keldik, Farg'ona viloyati Qo'qon shahri. Hamid akam nomorlarini ekran ostiga qo'yib qo'yaman. Qolganini o'zlaring batafsil yana qo'ng'iroq qilib bilib olishlaring mumkin. To'g'rimi Hamid aka? To'g'ri aka. Xo'p, yana nima qolib ketdi Hamid aka? Bo'ldimi? Bo'ldi. Hozircha mana shuni o'zi. Endi nima deymiz? Aqa-baqa chetga chiqib, biror nimasida ishlagandan ko'ra ozgina daromadi bo'lsa, mablag'i bo'lsa, yaxshi biznes turi. Ozgina mablag' bilan ko'p daromad olsa bo'ladi. Bo'ladi. Hamid aka, misol, hozir kunda 3,5 kvadrat olgan bo'lsak, qancha bo'ladi 3,5 kvadrat? 6 million so'm bilan boshlaganmiz. 6 million bilan boshlagansiz. Hozir mana ko'rdik, juda ham ko'p. Xudo xolasa hozirgi kunda 100 kvadrat qilib oldik. Tushunarli. Bu yana kengaveradi bundan bari. Kengaveradi. Buni chuvalchangni boqishdan maqsad ikki tomonlama daromad qilasiz. Ham biogomiz sotasiz, ham chuvalchang sotasiz. Chuvalchang. Ham o'zingizga ham ishlaydi, ikkilarga. O'zingizga ham ishlaydi. Keyin buni mehnati nihoyatda kam. Tushunarli. Eng kam mehnat turlaridan biri bu. Xo'p, mana Hamid akam nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'ying. Qolgan bir sirlari bor, ularni ham aytib o'tib ketasiz, to'g'rimi? Olganlarga albatta sirlarini o'rgatib aytib ketiladi, to'g'rimi? Hech kim nima qilmaymiz. Tushunarli. Bizni kanalimizdan uzoqlashmanglar, qiziqarli videolar hali oldinda. Sog' bo'linglar, rahmat.